Yana bir marta hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nima deydi, biz yozgi, kuzgi narsani kiydik endi. Qishdan chiqamiz sekin-sekin. Endi bu tomon yonimga yaqinda Ispaniya issiq o'lkalarga, Marokko, Ispaniyaga yaqin. Shuning uchun issiq. Bundan kelamiz, kempingga qo'yamiz. Bundan kelamiz, rampaga qo'yamiz. Mana spesialni o'zini maxsus joyi bor, ana oldinga qarab olasiz-da, orqaga qarab qo'yasiz. Endi bu ko'p katta ishxona emas ekan, ikkitagina rampasi bor. Ana bu qo'yadigan joydan rampa deyiladi. Buni qo'yganingizdan keyin обязательно ana buni oti bashmak deyiladi, bashmak. Обязательно buni qo'yasiz, u siz qilmaydi. Bu narsalar zo'r. Shundan ko'tariladi. Ana bu ikki chetiga fura kilit taqilishi kerak. Mana shu ikki chetiga kilit taqiladi. Ana o'zini maxsus chiziqlari ham bor. Ana shu yerda bu tomoni ana shu yerda bo'lishi kerakdir. Ko'rsataman. Mana kelib bo'ladi. Mana shu qilib qo'yiladi. Zo'r ishxona ekan. Ko'p ishxonada tualet, dush bor. Endi Fransiyada asonoy zapravkalarda, lekin mana men yozgan logistik Bureau Auxmi shunaqa yozilgan. Bureau Aux degani endi bu byuro degani, ofis. Knopkani bosasiz. Trakchik yozilgan. Bu belgisi dush. Bemalol skameyka bor. Veshilkalar bor. Besplatno bemalol kirib tushunib chiqasiz. Pul emas. Bu hojatxona общий endi. Bu nima uchun ayollarni ham belgisi qo'yilgan? Chunki Yevropada juda ko'p ayollar ham ana haydaydi. Fura haydaydi. Aristonlargacha. Qarang. Sharoitlari zo'r. Bu yerda skameykasi. Qanday qilib o'tirasiz?